Kitob muharriri Muhabbat opa Sharipova latte omilini sovg'a qilmaganlarida bu kitobni sotib olib o'qimasdim hoynahoy. Chunki asar nomiga qarab ko'pchilik xulosa qilishi mumkin bo'lganidek, uni latte, ya'ni qahva haqida deb o'ylab beparvo o'tardim. Kitob muqovasidagi moliyaviy mustaqillik va erkin hayot sari degan ibora ham ehtimol e'tiborimni tortmasdi. Chunki bu ibora boy bo'lishni o'rgatadigan navbatdagi kitob ekanda deb xulosa chiqarishga undardi. To'g'risi, meni so'nggi paytlarda ancha ko'payib ketgan qanday qilib boy bo'lish haqidagi kitoblar unchalik qiziqtirmaydi. Badavlat kishilarning aqlli maslahatlari ham, moliya, iqtisodiyot haqidagi ma'lumotlar ham u darajada jalb qilmaydi, zerikarliroq tuyuladi. Ko'proq badiiy asarlarni o'qishni yoqtiraman. Muhabbat opa sovg'a qilganlaridan keyin kitobni varaqlab ko'rdim. Birinchi navbatda negadir 21-sahifada qoraytirib keltirilgan jumlaga ko'zim tushdi. Qayerga ketayotganingizni bilmasangiz, boradigan manzilingizni yoqtirmasligingiz ehtimoli katta. Ana shu jumla e'tiborimni tortib, kitobni o'qishga kirishdim. Latte omili qiziqarli va sodda tilda yozilgan. Murakkab iqtisodiy atamalar yo'q. Unda moliyaviy hayotini izga sololmayotgan, maoshdan maoshgacha amallab kun ko'radigan, orzulariga pul sarflashga imkonim yo'q deb hisoblaydigan Zoe ismli qiz haqida hikoya qilinadi. Odatiy kunlarning birida Zoe o'zi doim kirib latte sotib oladigan qahvaxonada bir foto suratni ko'radi. Surat uning e'tiborini, xayollarini qamrab oladi. Siri xayolidan chiqib ketmaydi. Zoe o'sha rasmga ega bo'lishni orzu qiladi. Ammo u darrov uni sotib olishga qurbim yetmaydi deydi. Agar Zoening hayotini qo'shiq deb tasavvur qilsak, bu so'zlar uning naqorati edi deyiladi. Zoening ham barcha singari orzulari, qilishni istagan ishlari, ega bo'lishni istagan narsalari bor. Biroq u o'zining bir tusli hayotida orzularining ro'yobga chiqishini imkonsiz deb biladi. Qurbim yetmaydi deydi. U kutilmaganda tanishib qolgan Henry ismli keksa kishi esa Zoe'ni orzularining ro'yobga chiqishi shunchaki orzu qilish bilan bo'lmasligini, buning uchun ozgina harakat qilish kerakligini va har kim buning uddasidan chiqa olishi mumkinligini tushuntiradi. Zoe orzularini ro'yobga chiqarish uchun ko'p pul topishdan ham ko'ra pulni to'g'ri sarflash muhimroqligini anglay boshlaydi. Latte omili badavlat bo'lmay turib boy yashash mumkinligini uqtiradi. Buning uchun maoshingiz oshishini, lotereyaga yutuq chiqishini yoki xazina topib olishni kutishingiz shart emas deyiladi unda. Agar siz ham keraksiz xarajatlardan qutulishni, boy bo'lish uchun ilk qadamlarni tashlashni istasangiz, latte omili siz uchun manfaatli kitob bo'ladi.